Samarqand bu butun O'rta Osiyodagi eng qadimiy sivilizatsiya markazlaridan biri. Tarixchilarning fikricha, Samarqandga ilk asos sug'diylar tomonidan miloddan avvalgi 8-asrlarda qo'yilgan. U paytda bu yerlar Marakanda deb atalgan va Zarafshon daryosi bo'yida joylashgan muhim savdo shahri bo'lgan. Yunon tarixchisi Arrianning yozishicha, Iskandar Zulqarnayn, ya'ni Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 329-yilda Samarqandga yurish qilgan. Bu shahar o'sha paytda ham devorlari bilan himoyalangan, boy madaniyatga ega, mustahkam shahar bo'lgan. Samarqand nafaqat O'zbekiston, balki butun insoniyat tarixining eng qadimgi shaharlaridan biri. Yana bir fakt: Samarqand o'zining geografik joylashuvi sabab Ipak yo'lining yuragi bo'lgan. Sharq bilan g'arb aynan shu yerda uchrashgan. Bu yerda ilm, san'at va savdo uyg'unlikda yashagan. Shahar o'sha vaqtdan beri har bir davrda o'zining tarixiy o'rnini saqlab qolgan. Har bir toshida 1000 yillik sado bor. Videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.